Assalomu alaykum hamyurtlar, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagi 90lik sxemada qilingan kultivatsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Mana buni komplekt, full komplektatsiya qildik. Mana bu заводской двойной грабelda qilib moslab tayyorlandi. Mana ulanadigan joylari ham 3 xil razmerda o'zgaradigan bo'ladi. Mana stoykamiz ham uzun stoykadan 3 xil razmerda bemalol 1.20, 1 metr 1.20 gacha bemalol ishlov beraveradi. Xudo xolasa buni ikkitadan saqildiradigan bor komplektida mana 5 ta qatorga to'liq dori solib ketadigan bo'ladi nasib bo'lsa. Mana lezva stoykalari, britva stoykalari mana komplektda britva stoykalari ham bor. Mana 10 dona britva stoykalari. Mana ko'rishlarim gidromotordan harakat oladigan qilib tayyorlandi. Bu kultivatorimizni xudo xolasa Xorazm viloyati Xonqa tumaniga tayyorladik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Buyurtma asosida chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Mana bu yerda mana 90lik sxemada tayyorlangan mulcherimiz ham tayyor bo'lgan nasib bo'lsa.